Hammaga assalomu alaykum aziz o'rtoqlar. Hozir biz Nurobod tumani, ya'ni Nurobod Avenue'damiz, ikkinchi qavatda joylashgan 3 xonali elitni chiroyli xonadonimizdan obzor kelganmiz. Hozir men sizlarni ajoyib bo'lgan uyimiz bilan tanishtirib chiqaman. Xo'p, bu podyezddan kirish qismimizga kirganimizda domofon xizmatlari, to'pli pol kontrollerlari, bu yerda bo'lsa komodlarimiz, ya'ni oynali zonamiz va kichkinagina shkopchamiz bor. Kiyimlarimizdan ilish uchun bu yerda vishilkalarimiz ham bor aziz o'rtoqlar. Kirganimizda o'ng qo'lda bizani umumiy sanuzulimiz bor, ko'rsanglar bo'ladi. Juda ham chiroyli qilib qo'yilgan va to'g'rida yana bitta komodlarimizni chiroyli qilib joylashtirib qo'yishgan. Kirganimizda bizning mehmonxonamiz, oshxonamiz bilan studiyniy formatda qilingan, chiroyli bo'lgan. Bu yerda jurnalniy stoliklarimiz, yumshoq mebellarimiz, dekor oynalarimiz va konditsioner, tashqariga qaragan panoramik oynalarimiz ham mavjud aziz o'rtoqlar. Bu yerda televizorniy zonalarimiz, chiroyli bo'lgan mana komodlarini, televizorlarni qo'yib qo'yishgan. Bu yerda bo'lsa 2 kishilik yotoqxonamiz, ya'ni yosh bolalar yotoqxonasi, ko'rsanglar bo'ladi. Juda ham shinamgina qilib, chiroyli kartinalar, garderobniy shkoflarigacha hamma narsalarni ideal qilib tayyor qilib qo'yishgan. Xo'p. Bu yerda bo'lsa bitta master spalnimiz bor, juda ham kattagina, ko'rsanglar bo'ladi, yorug', o'zini komodlari, tumchkalari, chiroyli biralari, ajoyib bo'lgan. Mana bu yerda yana garderobniy shkoflari loft uslubida tayyor qilib qurib joylashtirib qo'yishgan aziz o'rtoqlar. Uyimizga yoqqan bo'lsa bitta like bosib, kommentariy yozib qo'yasizlar aziz o'rtoqlar. Uyimizning narxiga keladigan bo'lsa 260 ming AQSh dollarida kelib ko'rsanglar, yana chiroyli narxda baraka qilib berib yuboramiz. Sizlar bilan Nodir uylar bo'ldi. Hammanglarga omad.